Bolam, ishlaring yaxshimi o'zi? Yaxshi, xudo xolisa, sekin-sekin harakat qilyapmiz. Nimagadir bu oyda topganing sal cho'g'i kamroq. Mingta xarajatlarimiz bor-a? Ona, xudo xohlasa, yangi filial ochyapmiz. U yerga o'zim boshliq bo'lib o'taman. Kelasi oy topish dadilroq bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi. Kelin, bugun yaxshi ovqat qilib qo'ying. Bu sovuq butun odamni badanidan o'tib ketyapti. Bunaqa vaqtda yaxshi, kuchli ovqat yeyish kerak. Haligi oyi, siz ishga chiqmasangiz ham bo'lardi. Do'konda hayot qaynayapti bolam. Odamzod ovqatga to'yarkan-u, kiyim-kechakka to'ymas ekan. Bilasan-u, uyda o'tira olmayman. Oyi, bir dugonam oilaviy restoran ochgan. Bugun kechga o'sha yerga borsak nima deysiz? Qizim, restoranga boylar boradi. Bizga kim qo'yibdi? Nima, pulli yerdan supurib olyapmizmi? Voy, oyijon, narxlari qimmat emas. Ovqat qilishga erinayapman deb qo'ya qoling. Voy, yo'q oyijon, unaqa emas. Mayli. Bor, mashinani o't oldir. Uni o'zi azgidan shoshib turgan edim. Men bora qolay. Hozir men ham chiqaman. Bora qol. Ilohi amin. Ilohi amin. Allohu akbar. Hozir men ham chiqaman. Bo'pti, xo'p. Kelin. Labay oyijon. Mana bu telefonda bitta SMSda 10 ta telefon raqam kelibdi. Ko'zim o'tmayapti. Shuni ko'rib bering. Xo'p, bo'ladi oyijon. Hozir. Ilohi amin. Ishga kech qolyapman, ey. Oyi? Ha, chiqyapman. Oyi, ishga kech qolyapman axir. Doimgidek bir og'iz yaxshi qil deyishga yaramadi. Bularga ish bilan pul bo'lsa bo'ldi. Xizmatkor kerak bo'lgan ekanda. Yo'q. Men bunaqa yasha olmayman. Axir men ham ayolman. Menda ham ko'ngil bor. Na o'g'lidan, na onasidan bir og'iz gap chiqmaydi. Jin ursin hammasini. Ko'chaga chiqqandan beri aqali bir marta ham xabar olmaydi. Nimadir qilishim kerak. Alo. Opa, uydamisiz? Ha, uydaman. Portlab ketaman. Erim viloyatga ketganlarga 5 kun bo'ldi. Tayinli gaplashmadik-a. Hozir telefon qilsam,
gap eshitib oldim. Opa, yoningizga bormoqchi edim. Mavluda, o'zim ham to'lib turibman. Kelmay qo'ya qol. O'zicha, hamma erkak zoti bir go'r degan gap bekorga aytilmagan ekan. Mana, pochchangam menga umuman e'tibor bermaydi. Faqat ishni o'ylaydi. Kecha qo'limni kesib olgandim. Qo'limni kesib oldim desam ham miq etmadilar. Oila degani shu bo'lsa, o't tushsin-a. Yomon kesmadingmi? Bog'lab qo'ydim. Og'rimayaptimi? Yuragim og'riyapti, opa, yuragim og'riyapti. Mayli Mavluda, o'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, endi nima? Erimiz bizga e'tibor bermayapti deb motam tutmaymiz, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'lganicha bo'lar endi. Biror kun ko'rishaylik, iltimos. Xo'p, mayli. O'zim qo'ng'iroq qilaman senga qaytib hop. Xo'p, mayli opa, charchamang. Mayli, yaxshi o'tir. Assalomu alaykum, Rasul aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Oybi? Yaxshi, rahmat. Ishlaring nima bo'ldi? Bojxonani hamma hujjatlarini to'g'rilab qo'ydim. 2-3 kunda mashinalarni ham, mototsiklarni ham chiqarib olamiz. Ha, yaxshi. Hammasi butun ekanmi? Ha, hammasi butun. Aqldan so'yga o'xshayman. Yaxshi bo'pti. Uzr. Maylimi Mayli, gaplashasam? bemalol. Allo. Allo. Oybek aka, qayerdasiz? Ishga keldim, tinchlikmi? Ovozingga nima bo'ldi? Oybek aka, qo'limni kesib oldim, eshityapsizmi? Qo'lingni qanaqa qilib? Nimada kesding? Pichoqda kesib oldim. Obbo, ehtiyot bo'lmaysanmi? Kelasizmi endi? Ha. Bo'pti, hozir darrov yetib boraman. Aniq kelasizmi? Ha, boraman. Xo'p, mayli, faqat tezroq keling. Xo'p. Xo'p, mayli. Xudoga shukr. Xavotir oldilar. Haligi Rasul aka, Ha, oilaviy muammo chiqib qopti uyimda. Borib kelsam maylimi? qanchada kelasan? 2-3 soatlarda qaytaman. Bo'pti, tez borib kel. Rahmat. Ehtiyot bo'l.
Oybek aka keldingizmi? Qarang, qo'limni kesib oldim. Qani? Shuncha katta kesdingmi? Doktorga bora qolaylik. Yo'q, doktor shart emas. 3-4 kunda o'tib ketadi. Sizni ham ovora qildim, kechiring. Men esa sendan xavotir olibman, Xavotir oldingizmi? Haligi senga shirinlik olgan edim. Men yaxshi ko'rgan shirinlik. Rahmat. Ha. Agar ahvoling yaxshi bo'lmasa, men ishga bora qolay. Xo'pmi? Voy, Yaxshi ketasizmi? o'tir. To'xtang. Birga shirinlik yeylik. Men choy qo'yaman, nima dedingiz? Boya ertalab choy ichdik-ku. Ishga bora qolay. Bormasam Yo'q bo'lmaydi. demang, iltimos. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bo'la qol. Qorinam ochib ketdi. Jonim, kelyapsizmi? Oldimda oyim borlar. Tinchlikmi? Ha, ovqat qilgandim. Ha, ovqat qildingmi? Ha, oyim aytdilar-ku, yaxshiroq ovqat qiling deb. Bo'ldi, hozir kiramiz. Xo'p, mayli. Xo'p. Ovqat qilibdi. Bay. Har tugul ovqat qilib yuboribdi-ya. Anaqa, oyi, siz ichkariga kiravering, men narsalarni o'zim olib kiraman. Xo'p. Kelin. Qo'lingiz yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Ovqat juda ham shirin chiqibdi. Osh bo'lsin. Rahmat. Idishlarni o'zim chayib qo'yaman. A, Qo'lingizga suv tegmasin. yo'q, oyijon, o'zim yuvib qo'yaman. Ko'p gapirmang. Boring. Eringizni kiyimlarini taxlang. Idishlarni o'zim chiroyli qilib yuvib qo'yaman. Rahmat. Bora qoling. Mayli. Ana. Alo. Alo, Alo, Lola. Oybek aka. Vannada suv sachrab ketdi. Buzilgan shekilli. Qo'rqib ketyapman. Keling. Shoshma, o'zingni bos. Shitdan kranni tez o'chir. Xo'p, mayli, faqat tezroq keling. Bo'pti, hozir yetib boraman. Xo'p. Mayli, tezroq keling. Xo'p.
Plastikopsini berib yubor. Nimani? Ombirni. Hozir. Mana. Hozir. Mana sochiq. Oho, hamma joyi ho'l bo'lib ketibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi tuzaldi. Bo'ldimi? Voy, o'zim mustayirimdan. Tavba, nega buzilibdi ekan? Ataylab yaxshi sifatlisidan olib kelib qo'yuvdim. Bilmadim. Lekinchi o'zim ham qo'rqib ketdim. O'zing hech narsa qilmadimi? Yaxshi ham ko'chada ekanman. Tez kelib ulgurdim. Ishingizdan ham qolib ketdingiz-a? Mayli. Kiyimlarimni almashtirib olay, darrov g'izillab ishga yetib olishim kerak. Quruq kiyimlaringizni tayyorlab qo'yganman. Keyin shirinlik ham olib qo'yganman. Qanaqa shirinlik? Oshxonaga yuring, ko'rasiz. Yuring. Shirinlik deganmiding? Uyga mehmon kelyaptimi? Yo'q. Sizga pishirdim. Mengami? Qani? Qaysi biridan? Xohlaganingiz. O'zing qo'ldingmi? Yoqdimi? Qo'yil. Rostdan o'zing qo'ldingmi? Oybek aka, oyim bilan ishlashga nega rozi bo'lmadingiz? Lola, bilasanmi? Bozor ishi oson emas. Aslida oyimni ham ishlashlarini xohlamasdim. Bitta o'zlari qiynalib ketdi. Sen o'qishini bitirib olaver. Keyin ishlarsan. O'qishim sirtqi bo'lsa. Uyda bekor o'tirgandan ko'ra, nimadir bilan shug'ullanganim yaxshi-yu. Uyni toza tutib, kiyimlarimizni tayyorlab, mana bunaqa shirinliklardan qilib o'tirsang, shuni o'zi yetarli. Xo'p. Siz nima desangiz shu. Voy xudoyim ey. Voy jonim ey. Shular zarurmidi menga ya? Kelin kelib ishlasin desam, Oybekni ichi oliydi. Onasi o'lardek ishlab yurgandan xabari yo'q. Oyim. Alo. Alo, Oybek? Labbay oyi. Ha, qayerdasan? Ishdamisan? Ha, ishdaman. Tinchlikmi? Men bugun sal kechroq boraman. Mana mollarni joyiga qo'yish kerak. Kechga ulgurji xaridorlarimiz keladi. Ha, oyi, haligi men ham kechroq chiqsam kerak. Ishlarim ozgina yig'ilib qolgan. Siz bo'shab qo'ng'iroq qiling, men o'zim sizni olib ketaman. Xo'p, bo'lmasa, Lolaga aytib qo'y. Xo'p, oyi. Xo'p. Xo'p.
Kech kelasizmi? Ha, ishlarim ozgina ko'payib qolgan. Qo'liga oyimam kechroq kelar ekanlar. Ularni olib birato'la qaytamiz-da. Bitta o'zim qolamanmi? Menga qara Lola. Mana unaqa shirinliklardan tayyorla. Meni kayfiyatimni ko'tarib tursang, uyga voqli-voqli qaytadigan bo'lamiz. Xo'pmi? Qani endi bitta kulchi? Bo'pti, men ketdim. Ilohomin. Allohu akbar. Yuring. Nima balo? Ertalab keladimi bular? Ish desa o'zlarini tomdan tashishadi. Meni yana unutib yuborishdi. Qo'ng'iroq qilmaganiga yarasha ko'tarsa bo'ladi-yu. Yo'q, xotinam odammi? Yarim tunda bitta o'zim o'tirishimmi? Xudo ko'rsatmasin. O'g'ri-po'g'ri tushsa nima qilaman? Kimga yuguraman? O'g'ri? Alo. Alo, Oybek aka. Iltimos, tezroq yetib keling. Ha, tinchlikmi? Boyagina magazinga chiqib ketgandim. Uyga qaytib kelsam, uy ag'dar-to'ntar bo'lib yotibdi. Nima? Bu nima degani? Bilmayman. O'g'ri tushgan shekilli. Tezroq yetib keling. Qo'rqib ketyapman. Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p, tezroq keling faqat. Xo'p. Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p, tezroq yetib keling. Voy o'lay. Yaxshimisan? Voy xudoyim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Hay. Hay. Nima bo'ldi? Ha? Voy shurginam qursin. Voy xudoyim. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshiman. O'zing hech narsa qilmadimi? Yo'q, hech nima qilmadi. Nima ekan? Haligi do'konga nonga chiqqandim. Tez kelaman deb eshikni ochiq qoldiribman. Do'konlarda esa non qolmabdi. Shunga sal ushlanib qoldim. Kelganimda esa mana shu ahvol. Ha, eshikni yopib yursangiz bo'lmaydimi? Shunchalik qiyinmi? Tez kelaman deb o'yladim-da. Sho'rim qursin, ey.
Tavba qildim. Kechiring Oybek. Men atayin qilmadim-ku. Senda aybi yo'q. Kechgacha qolmasligimiz kerak edi. Pul joyida. Nima yo'qolgan o'zi? Menimcha pulni qidirgan. Keyin esa men kelayotganimni ko'rib, hech nima olishga ulgurmay qochib ketgan. Tavba qildim. O'ylab o'yimga sig'dira olmayapman, tushunmadim. U qanaqa o'g'li ekan? Ha, ona, daydib yurgan kimdir bo'lsa kerak-da, tasodifan kirib kelgan. Ana o'tgan oyda Muzaffar akani ham aravachasini urib ketishgan edi. Menga qara, aniq hamma narsa joyidami? Yaxshilab qarachi. Boshqatdan bir qarab chiqaylikchi. Xo'p, bo'ladi, yuring oyi. Qanaqa kunlarga qoldik-a? Bu qanaqa o'g'ri ekan? O'g'rilik qilib hech narsani olib ketmasa. Kim bo'ldi ekan? Bilmadim ona, boshim qotib qoldi to'g'risi. Menga qara bolam. Lola, ertadan men bilan bozorga chiqadi. Oyi, Nima oyi? Ovozingni o'chir. Seni eshitmayman ham. Ha, uyda o'tirib bir baloga yo'liqyapti. Hali ham bir xudo asrabdi. Ha, o'g'ri kelib xotiningni bir narsa qilib ketsa nima bo'lardi? Dodimizni kimga aytardik? ona, boshqa ish topaman. Lekin siz bilan jo'nata olmayman. Sen qachongacha meni ishimdan uyalasan? Ha? Nima bo'pti ishimga? Sen o'sha pulni yeb katta bo'lgansan. Ha? O'sha pul bilan sen oyoqqa turgansan. Oyi, Nima oyi? yana bir necha oy sabr qiling. Yangi filialimiz ochilsa, o'zim direktor bo'lib o'taman. Keyin siz ham ishga chiqmaysiz. Keliningiz bilan birga uyda bo'lasizlar. O'zi bilasiz, ishingizni oldindan yomon ko'raman. Aa, Keyinchalik balkim keliningiz ishlasa ishlar. O'zini sohasi bo'yicha. odam ham shunchalik qaysar bo'ladimi? Ishim menga yoqadi. Bekorlarni beshtasini yeb. Ishlayman bozorda. He? Oyi, Nimaga men bozorda ishlamas ekanman? Ishlayman, kerak bo'lsa. Oybek. Hammani tashvishga qo'ydim, kechiring. senda ayb yo'q. O'zingni qo'lga ol. 1-2 kunda ishga chiqasan. Men esa uyga ertaroq qaytaman. Rahmat. Eshik quplab o'tiring, xo'pmi? Biz tinchgina ishga borib kelaylik, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Ha, xavotir olmanglar. Men o'zim qo'ng'iroq qilib turaman. Oyijon, kechiring. Of, ha deb kechirim so'rayvermang. Sal pishuvroq bo'ling, qizim. Xo'p, bo'ladi. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Bo'pti. Mayli, xo'p, yaxshi borib kelinglar. Buncha mazza. Ikkisi ham menga e'tibor beryapti. Qoyil qoldim. Voy. Singlim-ku. Alo. Assalomu alaykum opa. Voy, singiljon, yaxshimisan? Yo'q, bugun kuyovingiz keldilar. Sog'inmagan ham. Bir ham sovuq. U ketishda aqldan ozaman. Opa, Mayli, uyga kel, gaplashamiz, xo'p? borasizdanmi? Ha? Bo'ldi, hozir boraman. Ha, bitta o'zimman, kelaver bemalol. Xo'p. Xo'p, mayli, kutaman. Tez kel.
Alo. Voy. Ona men ishxonada edim, ha? Taksi chaqirib beraymi? Yoki keliningiz jo'natib yubora qolsin? Bo'lmasa taksi chaqirib bera qoling, ona. Bo'pti. Xo'p. Ehtiyot bo'lib borib keling. Xo'p. Shunaqa gaplar, opa. Ha, shunaqa degin. Erimni menda ko'ngli yo'q, opa. To'g'risini aytsam, nima deyishni ham bilmayman. Meni ham erim e'tiborsiz degandingiz. Nima bo'ldi? Mavluda, men aytmay sen so'rama. Oybek akamni ham, qaynonamni ham qo'lga oldim. Voy, o'li, nima qildingiz? O'tgan safar gaplashganimizda qo'limni kesib oldim deganing esingdami? Ha, esimda. Voy, o'li. Qanaqa qildingiz bu ishni, opa? Hatto qaynonamni o'zi ham menga mehribon bo'lib qoldi. O'sha kuni idishlarni o'zlari yuvdi. Bitta shu voqea bilan munosabatingiz yaxshilangan bo'lsa, qaynanangiz bilan eringizni insofi bor ekan. Bu hali hammasi emas. Rol o'ynash menga yoqib qoldi. Voy xudoyim. Sizni tanimayapman, opa. Kecha yarim tungacha uyda bitta o'zim qolib ketdim. Erim erta kelish uchun navbatdagi hiylani o'ylab topishga qaror qildim.
Ana endi erim ishdan har kuni vaqtli keladi. voy uyating yo'q ekan-ku. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Shuncha paytdan beri bizni aldab yurganmiding? Voy, oyi. Xotining tavbasiga tayandimi? Yig'lab siqtagani uchun haydamadim. Voy. Lekin qilmishidan afsusda. Mayli, yoshlik degan. Qaydasak yaxshi bo'lmasdi. Uni qattiq turib tarbiya qilishimiz kerak. Qo'ng'iroq qilyapti. Ha, ko'tar. Alo. Alo. Alo, Oybek aka. Ha, Lola. Haligi qorin qismimda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Lola, men tavba qilding deb o'ylagan edim. Bu yana qanaqa tomosha? Ay, tavba. Voy, ishoning, gapim rost. Iltimos, aldamayapman. Negadir senga ishonmayapman. Yaxshisi meni ishdan qo'yma. Nima deyapti? Yana yolg'on. Tavba qilmaganga o'xshaydi, ona. Voy. Alo. Al. Oy. Ay. Ay. Oh. Tez yordammi? Tezroq yetib kelinglarmasam bo'lmayapti. Manzil Ohangrabon 40. Xo'p. Ha, bo'lam tuzuk ekanmi? Ha, yaxshi, ona. Ko'richak. Yo'q. Operatsiya yaxshi o'tibdi. Tez yordam olib kelibdi, ona. Sho'rlikini. Demak, bizni aldamagan ekan-da. Mayli. Yaxshilikka, ona. Bu ham bir saboq bo'pti-da. Ha. Yuring, ko'rib chiqamiz. Ha, mayli, yura qol. Voy. Oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzukmisiz? Yaxshiman. Iltimos, meni kechiringlar. Sizlarni ishonchinglarni yo'qotib qo'yganimdan afsusdaman. Jonim azobda qoldi. O'zimga xo'rligim keldi.
boshqa yolg'on gapirmayman. Ha, artist kelinima. Hamma narsa ortda qoldi. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Biz sizdan xafa emasmiz, to'g'rimi bolam? Asosiysi tezroq sog'ayib o'zingga kel. Rahmat sizlarga. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lib keting.